bolalar puli masalasida juda ko'p odamlar menga kommentariyada yozyapti. Ayniqsa ayollar. Va ularning orasida boquvchisini yo'qotib qo'yganlar bor. Ularning orasida bolalari ko'plari bor. Hozirgi kunda o'zinglar qovurgan kasha, ya'ni ishsizlik, ta'minot narx-navolarni qimmatlashgan bir fonida bolalar puli problemasi bo'lib yotibdi. Nimaga bolalar pulini kesyapsiz? Cho'nchaginglardan ketyaptim, bolalar pulini kesasizlar. Shu bolalar oilaga shu 400 ming, 500 ming so'm bor-ku hozirgi kunda. Juda katta yordam, bilasizmi? Bitta kambag'alning uyiga 4 ta non bilan bor-ku, 1 kilo guruch, 1 kilo makaron, 4 kilo kachka olib kirsang bayram. Yordam o'sha. Shu bolalar puliga ajratilayotgan 400 ming pul o'sha oilalar uchun juda katta masala. Yechinglar shu masalalarni.